Mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash, jinoyatchilikning har qanday ko'rinishiga nisbatan murosasiz kurash olib borish bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qat'iy choralar ko'rilmoqda. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti va uning hududiy bo'linmalari, Davlat xavfsizlik xizmati va tuman prokuraturasi tomonidan Toshkent shahri Olmazor tumanida tovlamachilik jinoyatini sodir etgan uyushgan guruh qo'lga olindi. Muqaddam Jinoyat kodeksining 169 va 277-moddalar bilan sudlangan 2007-yilda tug'ilgan fuqaro o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan o'zi tengilarni atrofiga yig'ib jinoiy to'da shakllantiradi. Ular o'zaro til biriktirib, o'zganing mulkini tovlamachilik yo'li bilan egallash maqsadida o'ziga notanish bo'lgan shaxslarga o'zlarini ko'chada muammolarni hal qiluvchi yetakchilar sifatida tanishtirib, ularni qo'rqitib, urib do'pposlab, zo'ravonlik yo'li bilan moddiy boyliklarga ega chiqib kelgan. Xuddi shunday jinoiy harakatni o'zlari anchadan buyon kuzatib yurgan 2007-yilda tug'ilgan yigit bilan ham sodir etib, doimiy tarzda pul talab qilib kelgan. Aytilgan pulni qilib bera olmasa yoki muddatidan kechiksa, kuch ishlatgan holda urib tan jarohati yetkazib, oila a'zolarining hayoti va sog'ligi bilan qo'rqitib kelgan. Avvaliga 100 AQSh dollari, keyingi oyda 2,5 million so'm, yana 24 million 896 ming so'm miqdordagi pullarni o'zlashtirgan. 14 ming AQSh dollari miqdordagi pullarni to'lash majburiyatini zo'ravonlik yo'li bilan yuklab qo'yib, ushbu pullardan 2000 AQSh dollarini olayotgan vaqtida uyushgan jinoiy guruh ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan bezori to'daga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-modda 2-qismi B va bandlar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Unutmasligimiz lozim. Inson qadri ulug'lanayotgan yurtimizda har bir shaxsning haq-huquq va erkinliklari qonun bilan kafolatlanadi. Unga nisbatan hech kimning kuch ishlatib tazyiq o'tkazishga haqqi yo'q. Bu jarayonda huquqiy tayanch bo'ladigan, xalq manfaatini kafolatlaydigan bosh qomusimiz, qonunlarimiz bor.